Assalomu alaykum, hurmatli Greenleaf va O'zbekiston. Agarda sizda Ganoderma lucidum, reishi, linji, yonji nomi bilan qo'ziqorin qidirayotgan bo'lsangiz, mana sizga ajoyib formula. Buni tarkibida nafaqat reishi, buni tarkibida mashhur bo'lgan Cordyceps qo'ziqorini, Epimedium hamda Genshin aralashtirilgan erkaklar uchun maxsus formula hisoblanadi. Buni bemalol 14 yoshdan oshgan insonlarga, o'g'il bolalarga, agar ularda qomatni besunaqay buzilib ketishi, ya'ni semirish holatlari, sonlarining yo'g'onlashish holatlari bo'layotgan bo'lsa, bemalol ozish maqsadida, ya'ni testosteron miqdorini ko'tarish maqsadida berishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, o'sha o'smir yigit jinsiy rivojlanishdan orqada qolish holatlarini ham bemalol tavsiya qilsangiz bo'ladi. Uylanish arafasidagi yoki uylanib bo'lgandan keyin bemalol bepushtlik holatlari, jinsiy zaiflik, erta bo'shanish yoki bo'lmasam jinsiy aloqadan qoniqish holatlari pasayib ketyaptimi? Marhamat, sizga ajoyib yechim. Oddiy prostatit, siydik yo'llardagi shamollashlar, buyrak siydik yo'llardagi har xil mayda tuzlarni eritishga ham yordam beradi. Immun sistemangizni yaxshilaydi. Onkologiya xavfini kamaytiradi. Erta qarish xavfini kamaytiradi. Buni ichib yurgan insonlarda atrofga, muhitga, insonlarga yoki bo'lmasa ob-havo o'zgarishlariga, iqlim o'zgarishlariga ham juda ham yaxshi moslanuvchanlik kayfiyatini beradi. Zaxda ishlaydigan bo'lsa, oyog'idan tinimsiz zax o'tadigan bo'lsa, hojatga tez-tez chiqish holatlari, kechqurun bezovtalik alomatlarini ham kamaytirib beradi. Bepushtlikdan aziyat chekadigan insonlarda bu aynan mana shu erkaklardagi urug' ko'rsatkichlari foizini ko'tarib berishga hamda ularning harakatchanligini yaxshilashga ham yordam beradi. Faqatgina bu narsani qon bosimi yuqori bo'lgan, bemalol berib bo'lmaydi bu narsani yoki bo'lmasam infarkt, insult o'tkazgan insonlarga bu narsani biz tavsiya qila olmaymiz. Ikkitadan 2 mahal ovqatdan 1 soat oldin kapsula ko'rinishida bemalol iste'mol qilishingiz mumkin.